O'zbegim, sen asrlar tarixida nomdorsan o'zbegim. Saltanatlar shavkatiga tojdorsan o'zbegim. Bugun asri internet va texnologiya. Fikr qilmangizlarki, o'zbeklar uxlagan, o'zbeklardan ses chiqmaydi. Shu odamiki vazir bo'lsa, vakil bo'lsa, hokim bo'lsa menga farq qilmaydi. Har kimiki o'zbeklarni kalapeshini jerga urgan jazosini ko'radi. Bu gençlar, bu millat, bu o'zbeklar ko'p hushyor bo'lgan. Endi jimjirt o'tirmaydilar, haqlarini oladi. Har insoniki, har kim bo'lsa bo'lsin, har insoniki o'zbeklarning genchlariga, o'zbek millatiga haqorat qilgan bo'lsa, mana shohid bo'lingizlarki, ko'p yaqinda o'zi kelib mazrat xolaydi. Nima uchunki bugun qudrat rasona. Qudrat Facebook va Instagram va TikTok va sosyal media. Buni eslaringizga olingizlarki, ana shu nafar to kelib o'zi mazrat xolamasa, o'zbeklar jim o'tirmaydilar. Yashasin o'zbegim.